bir yigit uylandi. U yigit ayolini qattiq yaxshi ko'rardi. Yaxshi ko'rganligi sababli uni hamma gaplariga rozi edi. Oradan kunlar o'tdi, vaqtlar o'tdi, farzandli bo'lishdi. Farzandi ham sekin-asta kattarib, yoshiga yetib qoldi. Kunlardan bir kuni juda ham qattiq yomg'ir yog'di. Shu kuni har doim kech keladigan yigit uyiga ertaroq qaytdi. Uyimga bir ertaroq boray, uydagilarni ozroq o'tirayin dedi. Uyiga kelsa, ayoli yo'q. Uydagilardan so'radi. Qani keliningiz dedi. Uydagilar aytishdiki, kelin ko'chaga chiqdi dedi. Qancha vaqt bo'ldi deganda, biroz oldin chiqdi, 1 soatcha bo'lib qoldi dedi. Xo'p, mayli dedi. Uyda qizini o'ynatib o'tirdi. Oradan bir oz vaqt o'tgandan keyin eshik taqilladi. Yigit borib eshikni ochdi. Qarasa ayol turgan ekan. Usti boshi ho'l bo'lib ketgan. Uyiga kiritib oldi-da, darhol sochiqni berdi. Tez qurinib oldi. Tez qurinib oldi. Qurinib olgandan keyin choy ichishdi. Choy ichishgandan keyin shu asnoda yigit so'radi. Qayerga borib kelyapsan dedi. Dugonamga borib kelayotgandim dedi ayoli. Keyin yana yigit so'radi. Kimdan so'rab chiqib ketding? Shunday deganda ayoli aytdiki, uydagilarga aytib ketdim dedi. Ha, mayli. Bunda yomg'irli kunda chiqmadi dedi. Boshqa payt chiqsang ham bo'lardi-ku deganda, zarur bo'lib qoldi. Shuning uchun chiqib keldim dedi. Yigit hech narsa demadi. O'sha kechasi ayol tushidan qo'rqib alaqsirab uyg'ondi. Shunda yonida yotgan eri turdi, tinchlikmi dedi. Bilmadim dedi. Nimagadir qo'rqib ketdim dedi. Boya yigit darhol suv olib berdi. Suvni ichdi. Shu asnoda qo'lini ushlaganda qarasaki isitmasi bor. Darhol peshonasini ham ushladi. Qarasaki olov bo'lib yonayotgan ekan. Juda ham isitmasi baland ekan. Darhol doktor chaqirishdi. Bir pas turib, doktor ham keldi. Isitmasini tekshirdi. Ukol qildi-da, ertaga kasalxonaga olib boring dedi. Xo'p dedi. Isitmasi tushdi. Ertasi kun ayolini olib doktorga bordi. Ayoli ko'rikdan o'tib bo'lgandan keyin boyagi yigit shifokorning oldiga kirdi-da, ayolimga nima bo'lgan ekan dedi. Hech narsa qilmagan, ozroq shamollabdi dedi. Mana bu dorilardan ichsin, yaxshi bo'lib ketadi. Xo'p dedi-da, yigit ketayotib aptekaga kirdi-da, doktor yozib bergan dorilar sotib oldi va uyiga qarab ketdi. Uyiga yetib bordi. Bir pas turib, ayolning yana isitmasi ko'tarildi. Dori ichirdi, isitmasi tushdi. Kechqurunga borib, yana isitmasi ko'tarildi. Bu narsa 3 kun davomida shunaqa bo'lib turdi. Isitma tushadi, ko'tarilib ketadi, tushadi, yana ko'tarilib ketadi. 3-kun kechasiga borganda ayoli olamdan o'tib qoldi. Yigit ayolni juda ham qattiq yaxshi ko'rgani uchun juda ham qattiq qayg'urdi. Ko'ngliga hech narsa sig'masdi. Olib borib ko'mib kelishdi. Yigit haftada 2-3 marta ayolining qabrini borib ziyorat qilib kelardi. O'sha joyda o'tirib, tilovat qilib, yum-yum yig'lab qaytib kelardi. Oradan kunlar o'tdi. Hattoki qiziga ham e'tibor bermay qoldi. Ishlaridan ham ko'ngli sovib ketdi. Faqat shu uyda o'tirardi, qayg'urardi, ko'ngli tusasa qabristonga borib kelardi. Shu asnoda bir necha kun o'tib ketdi. Qizini ayolining opasi uyiga olib ketdi. Men qarab turayin dedi. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin kechasi qayg'urib uxlab qoldi. Tush ko'rdi. Tushida o'sha qabristonga kirib borayotgan ekan. Qabrni oralab ketayotganda qabrlardan qo'llar chiqib, oyog'ini ushlardi. "Qo'y, borma. Borganingga afsuslanasan", derdi. Keyin qabriga qarasa, qabrlardan yozuvlar chiqardi. "Men falon narsaning oqibati azoblanyapman. Qancha qabrdan o'tmasin, hamma qabrlardan odamlar qo'llarini cho'zib, uni tortardi orqaga. Borma, ayolingning oldiga borma, afsuslanasan. Qo'y, borma", derdi. Hamma qabrlardan yozuvlar chiqardi. Men mana bu ishlarni qilardim dunyo hovlisida. Kishilarning haqqini yerdim. Hech narsaga ishonmasdim. Biror bir amalsiz kelganman. Shuning uchun qattiq azobdaman. Ba'zilar rohatda edi. Men
Allohning buyruqlarini bajarib kelganman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati saniyalariga imkon qadar amalda bo'lganman. Hozir qabrda rohatdaman derdi. Bunaqa qabrlar, ya'ni rohat topib turgan qabrlar sanoqli edi. Lekin qabri olov bilan to'la bo'lgan, lov yonayotgan qabrlar juda ko'p edi. Hammasidan yozig'lar chiqar. Men falon narsaning orqasidan azoblanyapman. Men piston narsaning orqasidan azoblanyapman. Qo'y, ayolingning oldiga borma. Qo'y, ayolingning oldiga borma derdi. Yigitni etagidan tortishardi, oyog'idan tortishardi. Yigit ayolining qattiq yaxshi ko'rgani uchun, u nima uchun to'satdan o'lib qolganligini bilishni xohlardi va qabr tomon yurardi. Va nihoyat ayolining qabriga yetib bordi. Ne ko'zlarimdan ko'rsinki, ayolining qabridan yozuvlar chiqardi. Sizdan men qattiq uzr so'rayman. O'sha kechasi sizni aldagandim. Men sizdan oldin bitta yigitni sevar edim. Deyarli har 2 kunda bir sizga xiyonat qilardim. O'sha yomg'ir yog'ib turgan kunda ham men sizga xiyonat qilib kelayotgandim. Ya'ni o'sha yaxshi ko'rgan yigitim bilan zino qilib kelayotgandim. O'shaning uchun hozir yonyapman qabrda. Yonayotganimning sababi zino qilganim uchun qattiq yonyapman. Nihoyatda qattiq yonyapman. Sizni insonni aldaganim uchun. Yonyapman yana. Alloh taqiqlangan narsani qilganim uchun. Yana qattiq azoblanyapman. Allohning biror aytganini qilmay kelganim uchun derdi. Yana bitta narsani sizga aytib qo'yaman. Farzandingizda ham hattoki shubha bor. Chunki u yigit bilan men har 2 kunni birida sizga xiyonat qilardim. Meni kechiring derdi. Qabr esa olov bilan to'la edi. Yonayotganda qabri. Yigit qattiq qo'rqib uyg'onib ketdi. Va ayoli aytgan dugonasining uyiga bordi. Shuni tekshirmoqchi bo'lib. Dugonasinikiga borib, sekingina dugonasini eshigini taqillatdi. Dugonasi eshik orqasidan turib, "Kim?" dedi. "Men falonchiman, dugonangizning eriman" dedi. Bundan bir necha kun oldin o'sha kunni eslatdi. Ya'ni yomg'ir yog'ib turgan kunda. O'sha kuni dugonangiz sizni uyingizga kelganmi dedi. "Yo'q, meni uyimga kelmagan" dedi. Endi bildiki, tushi haqiqatga aylanayotgan edi. Darhol xolasining uyiga odam yubortirdi-da, qizini olib keltirdi. Qizi keldi. Darhol bordida qon tahlilini oldi. Qon tahlilida esa o'zining qizi bo'lib chiqdi. Alhamdulillah dedi. Keyin yana o'sha dugonasining uyiga bordi. Dugonasining uyiga borib, sekingina chiroyli qilib surishtirdi. Mendan oldin u biror yigit bilan muomala qilarmidi dedi. Dugonasi aytdiki, "Endi ayolingiz o'tib ketdi. Keling orqasidan gapirmaylik. Alloh rahmatiga olsin. Joyi jannatdan bo'lsin. Bo'ladigan ish bo'lib o'tib ketdi. Endi nimani surishtiryapsiz? Hozir gapirsam nimani o'zgartiradi?" dedi. Shu gapidan bildiki, haqiqatda uni hayotida kimdir bor ekanligi bilindi. Ana azizlar, bu bo'lib o'tgan voqea. Endi o'zimizni hayotimizga nazar solaylik. Shunaqa ayollar yo'qmi bizda? Eri bechara chet elda yuribdi. Bola chaqamni boqayin, uydalarim yaxshi yashasin, birim 2 bo'lsin deb qancha qiynalib ishlab yuribdi. Lekin bu yerda esa uni ayoli unga xiyonat qilyapti. Shunaqalar yo'qmi? Ming afsuski bor. Va sekin-sekin ko'payib boryapti. Xoin ayol, shunaqa eri chet elda yurganda xiyonat qilayotgan ayollar, eri oldida turib, erini ko'chaga chiqishini poylab turgan ayollar. Qachon erim ko'chaga chiqsa, xiyonat qilaman degan ayollar yo'qmi? Bor. Bu sekin-sekin ko'payib boryapti. Hattoki erkaklar ayolini telefon orqali ham ushlab olyapti. Buni o'zimiz necha marta eshityapmiz? Ba'zan oilalar ajrashib ketyapti shuning orqasidan, xiyonat orqasidan. Men erimga xiyonat qilmaganman. Men faqat bir yigit bilan telefon orqali yozishganman. Lekin hech qanaqangi zino qilmaganman deyapti. O'sha yozishganining o'zi zino. Eri uyida turib yoki safarda tursa ham uni boshi berk. Uni nikohi bor-ku.
nikohida o'zimni sizga topshiryapman deb va'da beryapti. Har qanday holatda sizga xiyonat qilmayman deyapti. Lekin ko'chaga bir qadam qo'ysin, ba'zi ayollar xiyonat qilaveryapti eriga. Allohdan qo'rqmaydimi? Bilib qo'ysin. Agar qilayotgan ishini tashamasa, begona erkak bilan Telegramda yozishini tashamasa, eriga qilayotgan xiyonatini tashamasa, mana shu ayolning taqdiri qabrda yonishi uni ham kutib turibdi. Uni chetlab o'tmaydi. Chunki Alloh wala taqrabu zina. Zinoga yaqinlashma. Innahu kana fahsha. Bu fahshish va sa'a sabila. Yomon yo'l dedi. Eng yomon yo'l shu dedi. Yaqinlashma deyapti. U Telegramda xiyonat qilyapti. Yozishib, Telegramda bo'lmasa, oddiy сообщениеda xiyonat qilyapti. Ba'zi bir dayus erkaklar bor. Xiyonat qiladimi, qilmaydimi qizig'i yo'q. Nimaga desa, mana TikTokni oching. 60-70% ayol qizlar hali ko'kragini ko'rsatadi, hali orqasini ko'rsatadi, hali belini ko'rsatadi, hali sonini ko'rsatadi. Nimaga? Like bostirib ko'tarilmoqchi. YouTube'ga kiring, o'zini har xil qilib ko'rsatadi. Nimaga? Shuning orqasidan pul topaman degan. Shuning akasi bordir, ukasi bordir, otasi bordir. Ertaga ular ham qo'shilib yonadi-ku. Nimaga? Shular rozi-ku shunday yurishiga. Internetga chiqib o'zini hamma joyini ko'rsatishga shular rozi-ku. Rozi bo'lgani uchun ham yonadi. Bu erkak shunaqangi ayolining holatiga qayg'urgani uchun Alloh uni tushiga soldi. Mana ko'rgin, ayoling o'zi aslida qayg'urishingga arzimaydi. Senga xiyonat qilgani dedi. Bo'ldi, qayg'urma boshqa deyapti. Nima? Alloh taolo hamman xotining xiyonat qilyapti, qizing xiyonat qilyapti, opa-singling xiyonat qilyapti deb tushiga kirgizish kerakmi? Shundan oldin ko'zini ochib olish kerak emasmi? Zinodan qaytarish kerak emasmi? Qancha odamlar uni ko'ryapti-ku. Ko'ruvchi ham shu zinoni gunohini olyapti. O'zini hamma joyni ko'rsatuvchi ham shu zinoni gunohini olyapti. Qarangki, zino qilgani uchun qabr yonyapti, lov yonyapti. Eriga ko'rsatilyapti. Mana, ko'r xotiningning ahvolini deyapti. Alloh saqlasin. Ko'zni ochib olishimiz kerak. Ertaga eriga xiyonat qilayotgani ham yonadi. Xiyonatiga rozi bo'layotgani ham yonadi. Va shuni bilsinki, ayoli bo'lib turib, boshqa bilan zino qilib yurgan ham xuddi shunday yonadi. Zinokorlarning hukmi bitta. Alloh ana erkak, mana bu ayol deb ajratmadi. Qayt bu ishdan. Qaytish kerak.